kemasi Istanbul. Juda ham qattiq lodos bor, ya'ni qattiq shamol va yaqin masofalardan tashqari uzoq masofaga yuradigan hamma kemalarga dengizdan o'tish zapret bo'lgan. Faqat mana bunaqa yo'lchi tashuvchi kemachalargina yuryapti. Bularning kattalari ham yurmayapti. Bo'sh. Atak hayotda bunaqa bo'sh bo'lmaydi bu. Bo'stir bo'lgani uchun. Qizda har kuni ertalab kechqurun mana bundan ichaman. Buni tarkibida stevia, ananas, L-karnitin, yana bir ton narsalar bor. Bu 11 yoshdan katta hammaga mumkin. Ertalab bir osh qoshiq, kechqurun bir osh qoshiq. Bu o'sha ikkinchi botilkasi. 3 ta olganman. Oilaviy, ya'ni bola bilan ichamiz, xo'jayin ichmaydi va men bu enginar suvidan, ya'ni artishok suvidan ichaman. Mazasi g'alati, nima desa bo'ladi. Buni qanaqa ichiladi? Stakanni 3ta bir qismiga buni to'ldiramiz, qolgan 2 qismiga suv solib to'ldirib, shu stakanni to'ldirib olib ichib olamiz. Baniyat shifo deb. Bu jigarga, umuman organizmda juda ham ko'p foydasi bor. Chang emas, chang deb o'ylamanglar. Shunaqa butilkasi, ko'rinish. Xullas, jigarni tozalashda asosan zo'r xizmat qiladi. Ya'ni artishok foydalarini o'zi Google ga kirsanglar, 1 tonna yozilgan ma'lumotlar bor, kirib, erimni o'qib chiqinglar. Bundan ham ichishni boshlaganimga taxminan 2 hafta bo'ldi. Men yuzimdagi allergiyalardan kelamiz Uxodga. Men bu mineral shaydani, mineral ultimate liniyasi va lifting maska bu. Yotganda surib uxlasa bo'ladi, bemalol. Suv bilan chayib tashab, keyin protseduralarni davom etsanglar bo'ladi. Masalan, dnevnoy yoki boshqa BB kremlaringlarni surib ketaversanglar bo'ladi. Men buni hozir surib, taxminan yarim soatdan keyin chaqib tashlayman deb, keyin men bu Endless Youth seriyasini anti-agingini surib olaman, kechqurungi kremini. Buni Rich anti-aging ham bor. Unisi 50+. Bu anti-aging 50 dan kichikroqligi. Nariga Rich bor. U Rich sal kattaroqligi. Buni hozir o'zi teyda ozgina qolgan. Oxirini ishlataman, keyin yangisini ochaman.